Farida telefonini ko'tarmadi. Qayta qo'ng'iroq bo'lavergach ko'tarishga majbur bo'ldi. Alo, dedi-yu boshqa gapirmadi. Nimalar deb yozib berding sudga? Shavkat salomni ham nariga surib so'radi. Borsangiz bilasiz, Farida ham bo'sh kelmadi. Agar bolalardan umid qilayotgan bo'lsang xomtama bo'lma, to'ng'illadi Shavkat. Baribir sen bilan yashamaydi bolalarim. Ajrashmoqchiman, shuning uchun berdim. Dadil gapirdi Farida. Yaxshi fikr, dedi Shavkat xursand bo'lib. Iloji bo'lsa, birortasini topib uydan ketsang ham yo'q demayman. Farida Shavkatning bu gapini ko'tara olmay telefonini qizil tugmasini shart bosib qo'ydi. Shunaqayam iflos bo'ladimi odam? Faridaning asablari buzilib nafratlanib ketdi. Opasi Hilolaga qo'ng'iroq qildi. Opa, yaxshimisiz? Farida, tinchmisan? So'radi Hilola uning ovozidan bir narsa bo'lganligini sezib. Tinchman opa, suddan xat keldi. Ertaga borishimiz kerak ekan. Boramiz? Nega o'ylanyapsan? So'radi Hilola. Erim telefon qildi opa, dedi xavotirga tushgan Farida. Bolalarni menga bermas emish. Aytaveradi, sud hal qiladi hammasini. O'ylanib siqilavermagin endi. Opa, Umida o'qishga kiribdi, dedi Farida opasiga xursand bo'lgancha. Ha, eshitdim, lekin men xursand bo'lganim yo'q. Jahli chiqib gapirdi Hilola. Nega opa? Umida o'qishga kirganligini eshitdi-yu, xursandligidan baqirib yuboray dedi. Telefonini qo'liga olib dadasiga qo'ng'iroq qildi. Dada, men o'qishga kiribman. Umidaning ko'zlaridan beixtiyor yosh dumaladi. Tabriklayman qizim, barakalla. Shavkat ham ich-ichidan quvonib ketdi. Ammangga aytdingmi? Yo'q, hali birinchi sizga qo'ng'iroq qilyapman dada. Faqat kontrakt asosida kiribman-da. Yaxshi, unda o'zim aytaman. Bugun sizlarga o'zim bayram qilib beraman. Dada, Umida horg'in ovozda gapirdi. Ha qizim, so'radi Shavkat Umidaning nimadir demoqchi ekanligini sezib. Haligi oyimga ham aytaymi? Umida dadasidan hayiqibgina so'radi. Yo'q, qat'iy ovozda gapirdi Shavkat. Umida jim qoldi. Bilasanmi oying yana nima qilganini? Aytaymi? Nima qilibdi yana? Umida hayron bo'lib so'radi. Yana sudga beribdi meni. Dadasining bu gapidan so'ng Umidada onasiga nisbatan nafrat uyg'ondi. Kechga ammasining uyida hammalari yig'ilib bayram qilishdi. Bezatilgan dasturxonga Dona, Malika va qizini ham taklif qilgan edi. Umida, barakalla qizim. Dona Umidaga qarab, dadangni mehnatlarini, bergan pullarini oqlading. Tabriklayman Umidaxon, dedi Malika ham Umidaga tabriklash uchun qo'lini uzatdi. Umida istar-istamas Malikaga qo'lini uzatdi. Umida dadasini undan qizg'onardi, ammo buni ochiq-oydin hech kimga bildirmas edi. Opa, yana bir gap bor. Gap boshladi Shavkat. Nima gap? Meni yana sudga beribdi Farida. Shavkat bolalarini oldida o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatishga harakat qildi. Nega beradi? Nima kerak ekan unga yana? Menimcha ajrashish uchun bergan. Menga shunday dedi o'zi. Shavkat bolalariga ko'z qirini tashladi. Umida va Umidjon jim bo'lib, kattalarni suhbatiga zimdan quloq solib o'tirishardi. Birortasini topgandir-da, bekorga berarmidi? Dona ham ataylab bolalariga eshittirib gapirdi. Bolalarni ham olib borishim so'ralibdi hatto opa. Bolalar nima qiladi sudda? Hayron bo'ldi Dona. Bilmadim. Menimcha o'ziga olmoqchi bularni. Umida bilan Umidjonga shama qilib gapirdi Shavkat. Ha, shunaqa degin. Dona Shavkatni imlashidan hammasini tushunib ayyorlikka o'tdi. Menga qara, ikkoving ham eshitib ol. Bolalarga qarab gapirdi Dona. Ertaga sudda onam bilan qolaman deb yurmanglar tag'in, tushundinglarmi? Umida bilan Umidjon bir-birlariga qaradi. Farida sud zaliga kirar ekan, yuragi tez-tez ura boshladi. Aksiga olib Hilolani ham qaynonasi reanimatsiyaga tushib kela olmasligini aytib qo'ng'iroq qildi.
u o'g'li Farhodjon bilan bir chekkaga borib o'tirdi. Uning ro'parasida hukm chiqaradigan sudya, chap tomonida esa Shavkat sovuq nigoh bilan o'tirardi. Shavkatning yon tomonidagi stulda bolalari Umida va Umidjon bilan birga qaynopasi Dona o'tirar edi. Farida bolalariga qarar ekan, alamdan ko'zlariga yosh keldi. Da'vogar Farida Jumanova, sudga qanday talab bilan murojaat qilgansiz? Sudyaning qat'iy ovozi zalda jarangladi. Farida o'zida kuch topib so'zlay boshladi. Men erim bilan ajrim talab qilib, bolalarimni qaytarib olishni talab qilaman. Ular mening qo'limda tarbiya topishlari kerak. Nima sababdan ajrashmoqchi bo'lyapsiz? Aniqlik kiritishingizni so'rayman. Erim boshqaga uylanib olgan. Oila bilan umuman ishi yo'q. Uyga ham kelmay qo'ygan. Meni ikkita bolamni ham yolg'on yashiq tuhmatlar bilan uydan olib chiqib ketgan. Yo'q, hammasi yolg'on. O'rnidan turib shallaqlarcha baqirib ketdi Dona. O'zini o'ynashi bor. O'ynashlari bilan uchrashib yuradi. Bunga mana bolalari ham guvoh. Sudya bolg'achasi bilan stolni qattiq taqillatdi. Tinchlik saqlansin. Betartiblik qilsangiz zaldan chiqarib yuboraman hozir. Donaga qarab, sizga so'z berilgani yo'q. Jim o'tirmasangiz chiqib keting marhamat. Hamma birdan jim bo'ldi. Sudya Shavkatga qarab savol berdi. Javobgar Shavkat Jumanov, siz bu da'vo bo'yicha nima deysiz? Haqiqatdan ham xotinimni o'ynashi bor. Uyga kech kelardi. Sababini so'rasam, doim men bilan urushgan edi. Farida chidab tura olmadi. Yolg'on aytayapti. Meni hech qanday o'ynashim yo'q. Shavkatga qarab, nega yolg'on gapiryapsiz? Agar hozir tartib saqlamasangiz, yana bir oylik tanaffus berib yuboraman. Sudyaning jahli chiqdi. Shavkatga qarata, fuqaro Shavkat Jumanov, siz fuqaro Farida Jumanova bilan o'rtadagi nikoh shartnomasini buzilishiga rozimisiz? Roziman. O'ylab ham o'tirmay javob berdi Shavkat. Sizchi, Farida Jumanova, ajrashishga rozimisiz? Roziman. Faridaning ovozi qaltirab chiqdi. Hakamlar birozdan so'ng sud qarorini e'lon qilishdi. Fuqaro Shavkat Jumanov va fuqaro Farida Jumanova o'rtasidagi nikoh rasman bekor qilindi. Sudya hujjatlarga ko'z yugurtirdi. Endi o'rtadagi mol-mulkni taqsimlashga kelishib olish muammosini yechishimiz kerak. Biroz tanaffusdan so'ng sud yana davom etdi. Odatda qonunga ko'ra er-xotin ajrashib ketadigan bo'lsa, o'rtadagi mol-mulk bo'linishi kerak. Sudya hujjatlarga ko'z yugurtirar ekan, Shavkatga yuzlanib dedi. Sizda uy bilan birga Damas avtomashinasi ham bor, to'g'rimi? Shavkat to'g'ri deb bosh silkidi. Endi er-xotin kelishib olishingiz kerak. Uyni teng yarmini xotiningizga berishingiz kerak. Yoki mashinani berasizmi? Nega uyni berar ekan? Baqira ketdi Dona. Ukam u uyni quraman deb ezilib ketgan. Uyda haqqi yo'q uni. Farida jim tura olmadi. Meni ham pulim ketgan uy qurilishiga uyni bermayman. Ertaga o'ynashlarni olib kirib oladi bu uyga. Shallaqlik qila boshladi Dona yana. Odob saqlashingizni talab qilaman. Aks holda sud zalidan chiqarib yuboraman. Sudya bolg'achasi bilan stolni qattiq urdi. Shu payt Faridaning quloqiga advokat, singlim tortishmang. Har bir gapingiz o'zingizga qarshi ishlashi mumkin, deb shipshidi. Farida jim bo'ldi. Unda Damasni xotiningiz nomiga rasmiylashtirib berishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, dedi yana Shavkat qat'iy ohangda. Yo'q, mashinani ham bera olmayman. Bu meni tirikchiligim. Shu Damasdan pul topaman. Uyni bersam, ertaga birortasini olib kirib yashaydigan bo'lsa, bolalarim ko'chada qolsa-chi? Farida o'ylanib qoldi. Agar shu bolalari bo'lmaganda, unga shu uy ham kerak emas edi. Unda uyni sotib, pulini yarmini xotiningizga berishingiz kerak bo'ladi, dedi sudya Shavkatga qarata. Uy bo'linib sotiladigan bo'lsa, bolalari ko'chada qolishini o'ylagan Farida sudyaga yuzlanib gapirishga izn so'radi. Sudya gapiring deganday bosh irg'adi.
Menga aslida uyning ham qizig'i yo'q. Farida biroz tin oldi. Menga bolalarimning kelajagi muhimroq. Shunga agar rozi bo'lishsa, uyni o'g'lim Umidjonning nomiga o'tkazib berishsa, men uydagi ulushimdan voz kechishga ham tayyorman. Faridaning bu gapini eshitgan Shavkatning yuzini xursandchilik egalladi. O'zining ulushidan osongina voz kechishini kutmagan Shavkat, "Men roziman", dedi shartta. Sudya ham Faridaning bunday himmatidan lol qoldi. Chunki ko'pgina ajrashayotgan ayollar ichida bunday matonatli ayolni ko'rmagan edi. Faqat, dedi Farida chuqur o'ylanib, uyni hujjatlari to o'g'lim Umidjon voyaga yetguncha menda turadi. O'g'lim uylangach, hujjatlarni o'zim qo'liga topshiraman. Shavkatni afti bujmaydi, ammo noiloj roziman deb bosh irg'adi. Faridaning yuragi tobora dukurlab urardi. Sudya gap boshladi. Odatda qonun bo'yicha 10 yoshdan oshgan bolalarning fikri inobatga olinadi. Bolalarga ta'ziyq o'tkazmagan holda ulardan kim bilan qolishini so'ralishi kerak. Buni bolalarning o'zidan so'rab ko'ramiz. Sudya bolalarga yuzlandi. Birinchi bo'lib Umidjonga savol berdi. "Umidjon, aytchi, sen kim bilan qolmoqchisan?" Umidjon yerga qarab biroz jim turdi. So'ngra oldida turgan dadasiga qaradi va sekingina "Dadam bilan", dedi past ovozda. Farida qotib qoldi. Ichidan bir narsa uzilgandek bo'ldi. Sud zalida pashsha uchsa hamma eshitadigan sukunat hukm surardi. Farida nafasini ichiga yutib qiziga umidvor qaradi. Hech bo'lmasa Umida onasini tanlarmidi? "Umida, senchi?" Sudya qizga qarab muloyimroq ovozda so'radi. Umida sho'rlik ko'zlarini yig'iga to'ldirgancha onasiga qaradi, lekin ko'zlarini olib qochib dadasiga boqdi. "Umida, gapir qizim, kim bilan qolish sen uchun yaxshiroq?" takrorladi sudya. "Men ham dadam bilan qolaman", deya ovozini zo'rg'a chiqardi Umida. Farida nafas ola olmadi. Go'yo yuragidagi so'nggi umid parchasi ham yerga cho'kib ketdi. Boshiga osmonlar qulagandek bo'ldi. Quloqlarida bir sharqiroq sado yangradi. Nega? Bolalar nega undan voz kechishdi? Onasining mehri, bag'ri, mehnati, hammasi birdaniga hech narsaga arzimay qoldimi? Sud zalidagi og'ir sukunatni Farhodjonning "Oyi" deb chiqargan ovozi buzdi. U Faridaning yelkasiga mahkam yopishib olib, xuddi uni ham hozir dadasi olib ketib qoladigandek, ko'zlarida qo'rquv va tushunmovchilik aks etib turardi. "Oyi, men ketmayman", dedi u qattiq ovozda. "Men siz bilan qolaman." Farida o'g'lining boshini siladi, ammo bir og'iz gapira olmadi. Bo'g'ziga tiqilgan so'zni ichiga yutdi. Farida atrofga xavotir bilan qaradi. Dadasi unga jiddiy tikilib turardi. Akasi va opasi esa bir chetda jimgina qarab turishardi. Farhodjon yana onasining qo'llarini mahkam ushladi. "Men onam bilan qolaman." Farida nafasini ichiga yutib bolasini og'ushiga oldi. Sud zalidagi sovuqlik unga ta'sir qilmas, chunki u hech bo'lmasa bitta farzandini yo'qotmagan edi. Farida eshitayotgan so'zlarni tushunyaptimi yo'qmi bilmasdi. O'zini endi boshqa hayot kutardi. Bolalarisiz hayot. "Onasan, bir umr mehnat qilgansan, bolalaringga joningni tikkansan, ammo birgina qarordan seni tanimay qo'yishdi." Farida Farhodni quchoqlab, yuragidagi og'riqqa sabr qildi. Endi u faqat bir narsadan qo'rqardi: farzandlarining mehridan butunlay ayrilishdan. Farida Farhodjonning boshini silagancha uning ko'zlariga tikildi. U bu kechinmalarni hali tushunmasa-da, uning uchun bitta haqiqat bor edi: onasini tark etmaslik. "Oyi, akam bilan opam nega ketib qoldi?" dedi u mungli ovozda. Bu savol Faridaning ich-ichini yorib yubordi. "Ular albatta qaytishadi." U shivirlab o'g'lini qattiq quchdi.
U o'rnidan turib qo'llarini qattiq musht qildi. Qalbidagi og'riqni, yuragidagi butun hissiyotlarni bir chekkaga surdi. Sud zalidan chiqqan Farida tashqaridagi o'rindiqlardan biriga borib biroz o'tirib qoldi. O'g'li Farhodjon uning qo'lidan mahkam ushlab, go'yo onasini himoya qilgandek uni qo'yib yubormas edi. U asta-sekin o'rnidan turdi. Ketish kerak. Hayot davom etadi. Yo'lda ketayotib, nima uchundir bir zum to'xtab qoldi. Ko'zlarini yumdi. Chuqur nafas oldi. Barchasini ortda qoldirish kerak. Shu payt kimdir uning oldida to'xtadi. Kechirasiz, hammasi yaxshimi? Farida ko'zlarini ochdi. Unga jiddiy, ammo mehribon nigohlar bilan bir kishi qarab turardi. Begona, lekin nimadir unga tanishdek tuyulardi. Ha, dedi u past ovozda sekingina. Sud qarori og'ir bo'ldimi? Dedi erkak muloyimlik bilan. Farida kutilmagan savoldan hayron bo'lib qaradi. Bu odam xuddi uni tushunayotgandek, uning og'rig'ini sezayotgandek edi. Ha, bolalarimni ikkisini olib ketishdi. Farida ixtiyorsiz shu gaplarni gapirdi. Tushunaman. Men ham shunday kechinmalarni boshimdan o'tkazganman. Farida hayratlanib uning yuziga qaradi. Tavba, bu odam kim? Nega uni tushunishi mumkin? Farida erkakka qarab nima deyishini bilmasdan turdi. Shu paytgacha Farida odamlarga ishonishni, yuragidagi og'riqni bayon qilishni o'rganmagan edi. Qayerdan paydo bo'ldi bu? Xayolidan o'tkazdi Farida. Nega meni so'roqqa tutyapti? Kechirasiz, men ketishim kerak, dedi Farida yurishi tezlashib. Erkak boshini qimirlatib kulimsiradi. Ha, tushunaman. Ammo ba'zan to'xtab nafas olish ham kerak. Hayot davom etadi, dedi Farida ham beixtiyor. Albatta, faqat uning yangi yo'nalishlariga ham tayyor bo'lish kerak inson. Erkak Farida bilan xuddi oldin gaplashgandek tutardi o'zini. Tushunmayapman, siz. Erkak nimanidir eslagandek biroz jim qoldi. Bu yerda mening do'stim ishlaydi. Har zamonda kelib xabar olib ketaman. U Faridaning gaplarini shart bo'lib gapira ketdi. Farida zimdan qarab uni qayerdadir ko'rgandek bo'laverdi. Ammo sirtiga chiqarishni o'ziga ep bilmadi. Men sizni bu yerda 3 oy oldin ko'rganman adashmasam. Siz ariza tashlagani kelgandingiz. Meni do'stim arizangizni qabul qilib olgan. Farida o'ylanib qoldi. Keyin lop etib hammasini eslay boshladi. Hilola opasi bilan hazillashib, ichkariga qamoq qo'ydik, deb hazillashganini eslab erkakka boshqatdan ko'z qirini tashladi. Ha, bu o'sha sud xodimining o'rtog'i edi. Ha, esladim. Miyig'ida kuldi Farida ham. Agar adashmasam, sizni navbat ko'pligi uchun ichkari xonaga kirgizib qo'ygandi o'rtog'ingiz. To'g'rimi? Sizni navbat ko'pligi uchun ichkari xonaga kirgizib qo'ygandi o'rtog'ingiz. To'g'rimi? Demak, siz o'sha. Ha, men o'sha. Erkakning bu gapidan ikkovi ham kulib yuborishdi. Faridaxon o'shanda do'stim xonadagi eshikni yopib qo'yishni unutgan ekan. Jilmayib gapirdi haligi kishi. Farida g'alati ahvolga tushdi. Nahotki hamma gaplarimni eshitib o'tirgan bo'lsa. Men o'zim bilmagan holda sizni hayotingizga guvoh bo'lib qolgandim o'shanda. Demak, hamma gaplarimni eshitib jimgina o'tiravergansiz, to'g'rimi? Farida boshini sarak-sarak qildi. Gap boylash yaxshi emas. To'g'ri gapingiz. Ammo eringizni tuhmatlariga chidab yashaganingiz meni hayron qoldirdi. Men xuddi hikoya eshitayotganday, siz aytib bergan voqealar ichiga kirib ketgandim. Farida haqiqatdan ham o'shanda soddalik qilib hamma ichidagini to'kib solgandi. Ismim Aziz. O'zini tanishtirdi u qo'lini uzatdi. Farida ham bir zum o'ylanib turdi. Ichidagi alamzadalikdanmi yoki bu insonning o'ziga nisbatan hurmat bilan gapirishidanmi uning qo'lini qaytarmadi. Menikini bilib bo'psiz-ku. U ham qo'lini uzatdi Azizga.
Ketasizmi Farida? Aziz yo'lni u tomoniga qarab ishora qildi. Hozir mashinamni olib kelaman. Shu yerda turinglar. Qo'yavering, yo'ldagi mashinada ketamiz, degancha qoldi Farida. Aziz bir zumda Nexia mashinasini minib, Faridaning yoniga to'xtadi-da, mashinadan tushib eshigini ochdi. Marhamat, o'tiring. Farida noiloj mashinaga o'tirdi. Bu bola kichik o'g'lingizmi? Aziz Farhodga kulib qarab qo'ydi. Seni oting nima, polvon? Farhod, dedi o'g'li mashinaga minganidan xursand bo'lib. Siz boya men ham shunday vaziyatga tushganman dedingiz. Sizda nima bo'lgan? Farida yurak yutib qiziqib so'radi. Ha, meni xotinim yozib bergan ustimdan. Rulni boshqargancha gapirdi Aziz. Siz ham boshqasini topib olgandirsiz-da, kesatdi Farida. Aziz kulib yubordi. Yo'q, aksincha, bizda boshqa muammo bo'lgan. Xotinim kam pul topganim uchun ajrashishga ariza bergan. Yo'q-e, Farida hayron bo'ldi. Nechta farzandinglar bor? Qiziqib so'radi u ham. 2ta, bir o'g'il va bir qizim bor. Nega unday qiladi? Hayron qoldi Farida. Xotinim boy oilada katta bo'lgan. Biz o'qib yurgan paytlarimizda tanishib qolgandik. Keyin to'yimiz bo'lgan. Lekin xotinim katta yeb, katta kiyib yurgani uchun meni topganimga qanoat qilmay qo'ydi. Turkiyaga ketaman ishlagani deb turib oldi. Men uni Turkiyaga ketishiga ko'nmadim. Keyin ajrashib ketdik. Bolalar-chi? So'radi Farida. Bolalar unda qoldi. Xo'rsindi Aziz. Ha, boladan ayrilish oson emas ekan. Farida ham o'yga toldi. Lekin hayot davom etadi. Aziz birdaniga dadillandi. Mana, ertaga men ham pul ishlagan Rossiyaga ketyapman. Rossiyaga? Farida o'zi bilmagan holda savol berdi. Ha, Rossiyaga. Bolalarim alimentdan chiqib ketgan bo'lsa ham, ularga pul berib turaman. Ishlash kerak. Keyin mana bu mashinamni almashtirishim kerak. Unda meni ham olib keting shu Rossiyaga. Kulib hazillashdi Farida. Mayli, olib ketaveraman. Faridaning bu gapi Azizni ruhlantirib yubordi. Lekin avval borib sizga ish qidirib ko'raman. Keyin sizni chaqiraman, bo'ladimi? Farida shu topda hammasidan kechib uzoqlarga ketgisi keldi. Hazillashdim, dedi jilmayib. O'zimni ishim bor, Allohga shukr. Davlat ishida ishlayman. Hamshirasiz, to'g'rimi? Aziz yana bilag'onlik qildi. Buni ham bilaman deng. Aziz Faridani tobora hayron qoldirmoqda edi. Ha, hammasidan xabarim bor. Lekin shu telefon nomeringiz yo'q-da. Miyig'ida kuldi u. Faridaga Azizning gaplari soxta tuyulmaganidanmi shart takiliga tutdi. Unda yozing, deganini o'zi ham bilmay qoldi. Aziz Faridaning raqamlarini terib unga qo'ng'iroq tashladi. Bu mening nomerim. Agar biron yordam kerak bo'lsa menga aytavering, dedi xursand bo'lib. Ertaga ketyapsiz-ku, sizni topolmay qolsam kerak, dedi hazillashib Farida ham.